Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Salkilarus. Bugun sizlar bilan top 5 dunyodagi eng kuchli akkauntlarni ko'rib chiqamiz. Kimlarga tegishli. Keyingi videoda o'sha videolar obzorini qilib chiqamiz. O'sha akkauntlarni obzorini qilib chiqamiz. Agar o'sha akkauntlar ichida siz o'ylagan akkaunt bo'lmasa, kommentga yozib qoldirishingiz mumkin. Hop, unda bo'lmasa ketdik. Men bilan o'ynamoqchi bo'lganlar, men bitta chiqazib qo'yaman. Mana shu yerda ID'ni yozib qo'yaman. O'sha yoqqa kirib menga druza tashlab qo'ysanglar mumkin. Hop, hozirgi 3 ta akkauntimiz mana shu yerda bor. 3 ta yoki 2 ta. Mashhurlik hadiyalariga kirsak, hop, birinchisi hamma bilgan, dunyo bilgan Q8 bo'lyapti. Dunyo bilgan, buni prям dunyo bilgan. Chunki yaqinda kolleksiyonni 100 qildi. Vashi kolleksiyonni 100 qildi. Juda ham qo'yaman, bilaman buni. Shuncha pul ketgan, bitta airplan ko'rib chiqaylik. Uy. Hozir eng pastga tushiramiz. S2 sezondan boshlangan ekan. Hop, S3 dan Pony airplan olib ketayotgan ekan. Hop, A16 dan A12gacha hammasini birinchi o'rinda qoldiribdi. Hop, yana bu yoqda boshqa yo'q. Ikkinchi o'rinda uni ham butun dunyo bilsa deb ayta olmayman. Astro bilganlar biladi. Astro juda ham kuchli bo'lgan oldinlari. Mana вот edi. Vashi juda ham kuchli Astro. Kolleksion 99. Vashi kuchli Astro. Akkaunt vashi bitta Astroning airplanini ko'rib chiqaylik. S10 dan boshlab o'ynalgan ekan. S10 dan A16gacha flow airplan olib kelgan ekan. Biron marta o'rinlarga kirganmi? Birdan 3-o'ringacha. Yo'q. Lekin Astro eng zo'r vashi. To'ppi. Uchinchisi u xitoylik bratimiz. Men zo'r xitoy tilini bilmayman, lekin top 3-o'ringa mashina 3-o'ringa mashina qo'ymoqchi bo'ldim. Chunki qo'ydim ham. Kolleksiyasi 99, juda ham kuchli. Hop. Xitoylik bratimiz S3 dan boshlab o'ynagan ekan. S3 dan Flowy airplan solinib, A16gacha airplan solinibdi. Hop, A1da top 10taligiga kiribdi. Bal. Hop, ikkinchi o'rin bu yoqda emas, ikkinchi o'rin emas, 4-o'rin zo'r. Hop, buni bu yoqdan topish kerak. Bu emas. Mana qo'ya qolaylik. Mana bunaqa o'zlari. Mana dunyodagi 4-o'rindagi akkauntimiz. Bu sheyx, men bilaman buni. Вот edi. Kolleksioni 99. Bunaqasi hali hech kimda bo'lmagan. Kolleksion 99 va shu kuchli. Airplari S4 dan o'ynalgan ekan. S4 dan Flowy airplan solinib, A16gacha. Bu yoqda birinchi o'ringa top 10taligiga kirganmi ekan? Hop. M6 da ikkinchi o'rinda turgan ekan. M7 da birinchi o'rin, M8 da 10-o'rinlar. Mana 3 ta sezon ketma-ket top 2ga kirgan ekan. Hop. Bu 4-o'rinimiz. Endi 5-o'rinda level 100, kolleksion 99. Agar kolleksion ham 100 bo'lsa, shakarniy turadi. Bu akkauntimiz nomi. Kolleksion 99, qaranglar do'stlar, 100 bo'lib turishini. 100 level 7 yildan beri o'ynaydi. Airplanni buni ekan ko'rib chiqsa. S5 dan o'ynalgan ekan. S6 dan Flowy airplan solinib, A16gacha olib kelayotgan ekan. A16da
3 o'rinda turgan ekan, ya'ni yaqindagi sezonda. Hop, A 15da 10-o'rin. Normalni 10 o'rinni orasida-da. A 14da ham 10 o'rinni orasida, A 15, A 8gacha shu 10 o'rinni orasida. Hop, bu yoqda birinchi o'ringa kirgan yo'q. Lekin buni bilgan bo'ladi. Videomiz shu joyda yakuniga yetadi. Agar qaysidir donator esimdan chiqazgan bo'lsam, kommentga yozib qoldiringlar. Keyingi videoda ham shu 5 ta akkauntni pulni orqasini ko'rib chiqamiz. Akkauntini ichini ko'rib chiqamiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmasin.